Joyagi keyin holatiga keltirildi va bu paytda Golden Legend jamoasi o'yinchilari tezroq harakat qilishlari kerak, chunki sektor jamoasi o'yinchilari juda tez qotishmoqda. Juda tez. qo'rqitib yuborishdi. Bo'lib o'z bosimlarini o'tkazishga harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Sektor jamoasi o'yinchilari esa duo holatda qolib ketishgan aynan eventimizda. Va ular tomonlama ov boshlandi. Bad Boy to'fon tomonlama spreylar to'fon juda ham low HP holatda qolib ketdi va Golden Legend jamoasi o'yinchilari tezroq harakat qilishlari kerak, chunki sektor jamoasi o'yinchilari juda tez qotishmoqda. Juda tez. Qo'rqitib yuborishdi. Bad Boy, Hardboy, Ali, Timur Va Golden Legend jamoasi o'yinchilari taqibda davom ettirishmoqda ko'rib turganimizdek.